Vodiy yonadigan bo'lib turibdi. Vodiy tikan ustida turibdi. Chempionat peshqadami Neftchi o'z uyida ertaga stadionini to'ldirib o'tiradigan muxlislari oldida ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan bo'lsanglar, videolarda shunaqa gaplar aytishyapti. Kun o'tmayapti, intizorlik bilan kutyapmiz deyishyapti. Neftchi kassalari bo'lsa bir kishiga ikkitadan ko'p bilet bermayapti. Ertaga stadion to'lib toshadi. Jadval tomonlama olib qaralsa, bu birinchi o'rin bilan 5-o'rinni o'yini unchalik wow emas, lekin bu Vodiy derbisiligi uchun wow. Chunki bu yoqda Navbahor ham solishishga harakat qiladi, chunki Navbahor treneri Kapadze e'tibori bilan ham hujumkor jamoa. Vodiy derbisi, shunchaki Vodiy derbisi, bu yoqda ikkala komanda ham borini beradi, tomoshabob bo'ladi. Hech bo'lmasa muxlislarning o'zligi bir-birligi bilan urushib, so'kishib, kayf qilib olishadi, qizitib olishadi. Ya'ni farg'onalik muxlis yutqizgan Namangan muxlisi borib turib, "Ha, chumo lo'qsan, yo bu yoq desa, bu yoqdagisi ham qiziydi, bu yoqdagisi ham qiziydi." Yo urushib kayf qilishadi yoki bir-birini haqoratlab kayf qilishadi. Ishqilib Vodiy derbisi futboldan tashqaridagi omil jihatidan ham katta ahamiyatga ega deb turibman. Prosta 3 ochko masalasi emas, bu Farg'ona va Namangan o'rtasidagi nufuz ham g'urur masalasi. Bu yoqda erkaklik g'ururi o'ynaladi. 11 taga 11 ta komandalar butun viloyat sha'ni uchun jang qilishadi deb aytish mumkin. Endi tahlil haqida nima deyish mumkin? Neftchi birinchi o'rinda 34 ochko bilan ketyapti. 13 ta o'yin o'tkazgan, boshqalar 14 ta o'yinini o'tkazishni boshladi. Xususan Neftchini ta'qib qilayotgan Paxtakor oradagi farqni 1 ochkoga qisqartirib oldi, chunki bitta ko'p o'yin o'ynadi. Neftchi 13 ta o'yinda 32 ta gol urib, bor yo'g'i 5 tagini o'tkazib yubordi. Musobaqaning eng yaxshi hujumi ham Neftchida, eng yaxshi himoyasi ham Neftchida. Har doim yarim himoya ko'rinmaydi, lekin shuni aytib o'tish kerakki, eng yaxshi yarim himoya ham Neftchida. Hop, Navbahor 5-o'rinda ketyapti 21 ochko, 13 ta o'yinda 12 ta urib, 12 ta o'tkazib yuborgan. Hujumi ham unchalik yaxshi emas, himoyasi ham unchalik yaxshi emas. Peshqadamdan 13 ochko orqada qolyapti. Chempionlik poygasiga qaytish yoki hech bo'lmaganda top 3lik uchun ushbu o'yindagi g'alaba ular uchun suv va havodek zarur. Megapolis jamoalariga qarshi har bir ochko o'zi oltinga teng. Paxtakor murabbiyi Kamoliddin Tojiyev aytgandek, tepada ketayotgan komandani sindirish uchun har qanaqa komanda 100% yo'lda tursa 200% kuchi bilan o'ynaydi. Chunki tepada ketayotgan komandani sindirsang, wow de bu narsa. Eslasanglar, o'tgan yili Navbahor bilan Neftchi bilan Nasaf chempionlik uchun poyga qilayotganda ikkalovidan ochko olgan raqib komandalar qanaqa bayram qilishardi. Misol uchun Neftchidan ochko olgan Buxoro, Nasaf chempion, Nasaf period, Nasaf deb stadionda baqirishganini esla olsanglar kerak. Nasafdan qaysidir komanda ochko olib qo'ysa, bu yoqda ochko olib qo'ygan komanda Neftchi deb baqiradi komandani muxlislari. Shunaqa tepada ketayotgan komandani oyog'iga osilib olish, oyog'iga bolta urish kayf beradi, qo'shimcha motivatsiya beradi. O'shaning uchun ham 200% kuch bilan harakat qilishsa kerak. Hop, o'yin uslubi tomonlama aytsak, Neftchini balanslashgan mashina deyishimiz mumkin. Hech qayerda kamchilik, ojizlik yo'q. Bu komandani hech qayerga qarab, mana bunisi zaif, mana bunisida kamchiligi bor, shu yoqdan hujum qilsak yorib tashlashimiz mumkin deb bo'lmaydi. Hamma yog'i zo'r ishlaydi. Qanotlardan ham, markazdan ham hujumlarni yorib yuboradi. Qanot himoyasi ham, markaziy himoyalari ham hammasi zo'r. Komanda O'zbekiston darajasida ideal darajada bo'lib turibdi. Pressingi ham zo'r, taktik intizomi ham zo'r, treneri ham zo'r. 13 ta o'yinda bor yo'g'i 5 tagina gol o'tkazib yuborish, bu markaziy himoyachilar va tayanch yarim himoyasi ishi uchun mukammal baho. Zo'r ish. Hop, uyda o'ynayotgan inobatga olib qarasak, 15-20 daqiqa borini pressingga beradi. Bu raqibni xato qilishga undaydi. Loaqal duxini sindirishga katta yordam beradi. Hech bo'lmaganda gol urib olishga imkon beradi. Raqib orqaga qamashishi vaziyatini yaratib beradi. Bu misol boshidan hujum qilib turib, misol ikkita bola urushyapti deylik, birinchi zarbani bersangiz va u zarba yaxshiroq bo'lsa, ya'ni futbolga qiyoslasak pressing zo'r bo'lsa, u keyin hujumga intilishga qo'rqib qoladi, himoyani o'ylab qoladi. O'shaning uchun ruhan sindirib olish uchun dastlabki 10-20 daqiqa zo'r pressing qilib berish kerak Neftchi. Keyin Navbahor faqat qarshi hujumlarga tayanishdan boshqasiga yaramay qoladi. Neftchi Koptonni yaxshi nazorat qiladi, Kopton yaxshi unda bo'lganda gol ura oladi, vaziyatlarni yarata oladi. Buxoroga qarshi qanaqa epli oldi, bu vashi wow narsa, chunki Buxoro bitta gol urib olib hisobda ushlashi zo'r eplaydigan komanda, lekin Neftchiga qarshi eplolmadi. Demak, Neftchi Kopton bilan o'ynashni yaxshi biladi, vaziyatlar yaratishni, gol urib olishni biladi. Ikkita nominal hujumchi Zoran Marushich va Peritsali ham top darajadagi hujumchilar. Komanda O'zbekiston uchun o'sha aytganimdek ideal. Navbahor bo'lsa, pozitsion hujumlardan ko'ra ko'proq tezkor qarshi hujumlarga tayanadi, standart vaziyatlarga tayanadi, burchak va jarima zarbalariga. Balkim Neftchiga qarshi Farg'onada zich himoya o'yin ko'rsatib, pragmatizm namoyish etishi mumkin, ya'ni o'sha bitta gol urib olsa, o'sha golga, o'sha hisobga o'ynab qo'yishi mumkin. Chunki Neftchiga qarshi hujumkor o'ynasang, hech kim senga malades demaydi. Hujumkor o'ynab yutqazib qo'ysang. Aksincha, himoyaga yotib turib ochko olsang, malades deyishadi. Shuning uchun Namangan avvalo Farg'onani bosimiga bardosh berish kerak, keyin qarshi hujumlardan foydalanish kerak. Neftchidek kam gol o'tkazadigan jamoaga qarshi standartlar asosiy qurolga aylanishi tabiiy. Burchak zarbalari, jarima zarbalari xavfli tus olishi mumkin Navbahorda va o'shandan gol urib olsa, keyin o'yin mutlaq boshqacha bo'lib ketadi deb o'ylayman. O'yin ertaga soat 8 da bo'ladi. Ko'ringlar, tahlil yoqqan bo'lsa like bosinglar.